Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kale aleyhi salatu ve selam. El-halalu ma ahallallahu fi kitabihi. Vel-haramu ma harramallahu fi kitabihi. Ve ma sakata anhu fehuve mimma afa anh. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytdi. Halal, ul Allah o'zining kitobida halal etgan narsalar. Harom, ul Allah o'zining kitobida harom qilgan narsalar. Ni turunda Allah dashmay qolgan bo'lsa, bu g'afo etiladi, ya'ni ruxsat etilgan deb sanaladi. Agar Allohning kitobi, ya'ni sunnat so'zi o'zigina kelar ekan, ular ikki ma'noni anglatadi. Ya'ni kitob so'zi kelar ekan, Allohning kitobi. Demak, bu kitob ham payg'ambarimizning sunnati. Sunnat so'zi kelar ekan, demak, o kitob ham payg'ambarimizning sunnati. Agarda kitob ham sunnat ikkisi bir kelsa, masalan, Allohning kitobi ham sunnat deb, haning har birisi o'zining ma'nosini olib boradi. Ya'ni kitob Allohning kitobi anglatadi, sunnat sunnatning payg'ambarimizning sunnati anglatadi. Islom bilan iymon shekilli. Anladingizmi? Ham payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytdi. Alloh o'zining kitobida halal etgan narsalar ul halal dedi. Demak, Allohning kitobida narsa halal etilgan, ham payg'ambarimizning sunnatida narsa halal etilgan, demak bu halal. Ham Allohning kitobida, ham payg'ambarimizning sunnatida narsa harom etilgan, bu harom. Ham ni turunda Alloh dashmay qolgan bo'lsa, bu g'afo etiladi. Ya'ni ruxsat etiladi. Ko'p kishilar buti dunyo masalasin ham shariat masalasin. Dunyo masalasin ham shariat masalasin. Dunyo masalasida kelganda oshov, ishu, kiyinu, yashav, o'ynav, qoyada bo'lsa boru, ko'rishi ham boshqasi. Nendagina dunyoviy masala bo'lmasin, g'ibodatdan qoladi. Bor narsada ruxsat etilgan. Kishiga bor narsada ruxsat etilgan. Mana bu so'zlarning ma'nosi shunday. Ni turunda Alloh dashmay qolgan bo'lsa, bu g'afo etilgan, ya'ni ruxsat etilgan deb sanaladi. Boritik Alloh qilgan narsalardan qoladi. Anladingizmi? Dunyo masalasida kelganda nigina bo'lmasin, kishiga bor narsada yoray. Bor narsada yoray illa boritik Alloh ham payg'ambarimiz qilgan narsalar. Masalan, ishimliklardan bor narsada yoray. Boritik Alloh degandan qoladi. Alloh narsa deydi? Borliq esirtkish ishimliklarni. Ham shulay kishining tanina, umrina ziyon keltiradigan ishimliklar. Ondan qolib bor narsada ruxsat etilgan. Ham shulay nindagina masalaga qo'yilma. Dunyo masalasida bor narsa kishiga ruxsat etilgan. Bordik Alloh degan narsadan qoladi. Lekin g'ibodat masalasına kelganda, Allohga g'ibodat qiluv masalasına kelganda, kishiga bor narsa tiyilgan. Kishiga borliq g'ibodatda tiyilgan. Bordik Alloh qo'shgan g'ibodatdan qola, ham biz bu g'ibodatni boshqarishga tiyishmiz. Nishigani payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam boshqargan. Anladingizmi? Ya'ni biz dunyoviy masalada bizga bor narsada ruxsat etiladi, lekin g'ibodat Alloh degandan qoladi. Lekin g'ibodat masalasida bizga nindida bo'lsa g'ibodat o'ylab topirga, ya'ni Alloh qo'shgan g'ibodatni o'zimizcha boshqarishga ruxsat etilmaydi. Anladingizmi? Bunga misol keltiramiz. Alloh bizga 5 namoz amr etdi. Farz namozi, 5 namoz amr etdi. Ertangi namoz, ila namozi, ikindi namozi, oqshom namozi ham, isha oxirgi yastu namozi. Ertaga bir kishi aytadi: "Qara, 5 namoz bitmas, men Allohga yaqinlashim kelar. Shunga ko'ra men 7 namoz o'qiyman" deydi. Tag'in 2 namoz ustay. Bu durust bo'ladimi? Yo'q. Chunki Alloh meni amr etmadi. Alloh bordik amr etdi 5 namoz. Agar o 7 namoz o'qisa, u o'zina gunoh qiladi. Ham Alloh uning bu 2 namozini qabul etmaydi. Ham ikkinchi shart dedik, payg'ambarimiz nechik boshqargan buni? Bu g'ibodatni kishi shulay boshqargan deyish dedik. Ikkinchi bir kishi aytdik, Alloh bizga amr etdi, ertangi namoz, Alloh bizga amr etdi 5 namoz. Ham bu kishi shulay 5 namoz o'qiy,
Ләкин бу намазны үзенчә укый. Пәйгамбәрбез безгә ничек өйрәтте, ничек күрсәтте түгел. Пәйгамбәрбез ничек укыган, алай укымый, үзенчә укый. Ләкин 5 намаз укый, Аллаһ 5 намаз әмер иткән. Мәсәлән, иртәнге намазны 2 рәкать урынына 4 рәкать укый. Зухр намазын 4 рәкать урынына 3 рәкать укый, һәм шулай һәм башкасы. Моның гыйбадәте кабул кыламы? Кабул кылынамы? Юк, кабул кылынмый. Чөнки пәйгамбәрбез бу Аллаһның әмерен алай үтәмәде. Бу Аллаһның әмерен безгә алай үтәргә кушмады. Аңладыгызмы?